Aholi o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish, bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish va notiqlik san'atini yanada rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan 21 qadam loyihasining final bosqichi Axborot kutubxona markazida bo'lib o'tdi. Ushbu loyiha Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Do'stlik tumani bo'linmasi, tuman madaniyat bo'limi hamda Axborot kutubxona markazi hamkorligida tashkil etilib, ishtirokchilar 21 qadam ostida turli savollarga javob berib, qiziqarli, jumboqli va imtiyozli, yashirin shartlarda o'z bilim va zukkoligini namoyon etib, turli ballarni qo'lga kiritishdi. Qizg'in bahs va munozaralarga boy bo'lgan loyiha yakunida eng yuqori ball bilan Iroda Karimova g'oliblikni qo'lga kiritdi. Ishtirokchilar ushbu loyiha doirasida juda katta taassurotlarga ega bo'lishdi. Men bugungi bo'lgan tanlovdan juda ham xursandman. 3-o'rinni olgan bo'lsam ham bundan kayfiyatim hech tushgani yo'q. Ammo bundagi shartlarning barchasi menga juda ham yoqdi. Barchasi juda ham qiziqarli. Buni hamma joyda o'tkazsa bo'ladi. Bundan menga ko'proq yoqqani men sevgan asar sharti bo'ldi. Bu menga tushmagan bo'lsa ham erkin mavzuda o'zimga eng yoqqan asarni ta'riflab berdim. Buni yaxshi chiqdi degan umiddaman. Tanlov yakunida barcha ishtirokchilar diplom va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish joizki, ushbu loyihaning navbatdagi bosqichi iyul oyida o'tkaziladi. Barchangizni ushbu loyiha doirasida faollikka chorlab qolamiz.